Hammaga assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Chery Tiggo 7 Pro premium avtomobili. Bu avtomobilimizda oldi ko'rinishlari juda ham chiroyli qilib bejirim qilib ishlangan. Chunki avtomobilimiz restyling bo'lib 2025-yilda menimcha O'zbekiston bozorlarini ancha qizdirib oldi. Oldi ko'rinishlarini ko'radigan bo'lsak, juda ham chiroyli rishotkalar bilan qoplangan. Tungi yoritish chiroqlari, tumankalari bor va sensorli datchiklari ham bor. Bular mashinalarimizda faralar LED farali bo'ladi. Datchik dajjalari, datchik faralari bilan birga qorong'u tunnellarda o'zi avtomatik tarzda yoritadi. Datchik dajjalari yomg'ir tezligiga qarab o'zlari avtomatik tarzda boshqarishadi. Va bu tomonda yana mashinamizda ballonlariga keladigan bo'lsak, 18 lik kattakon ballonlari bilan shaharlarda, qishloqlarda yurishga juda ham moslashtirilgan. Yana qo'shimcha bokovoy oynalarda ko'rishimiz mumkin 360 gradus kamerasi va mashinaning o'zining logotiflari bilan chiroyli qilib mana tushirib qo'yilgan. Tiggo yozuvlari bilan. Mashinalarimiz metallari qalin, 0708 otsinkovka qilingan va hamma modellari jemchug bo'ladi. Prem quyoshga chiqqaningizda yaltirab turadi mashinalar. Ular yana orqa tomonlarini ko'radigan bo'lsak, mashinamiz juda ham ko'p funksionalli. Orqada ham sensorli datchiklari va 360 gradus kameralari va eng zo'ri elektroprivid bo'ladi mashinalarimiz. Bitta knopka bilan bemalol yopasiz, bitta knopka bilan ochasiz. Xohlasangiz rulda o'tirgan holatda ham bitta knopka bilan bagajni ochib yopishingiz mumkin yoki pultni o'zida ham ochib yopishingiz mumkin. Va eng zo'r tomoni mana ko'rsatish esimdan chiqib qolibdi. Mashinada bezopasность datchiklari bor. Bu bolalar uchun juda ham yaxshi. 4 tala oynasi, panoramasi yoki orqa bagajlarida bezopasность datchiklari bor. Например, bironta bola kelib qo'lini qo'ysa, qisib qolmaydi. Bu ko'p bolali oilalar uchun juda ham qulay. Mashinani old tomoniga keladigan bo'lsak, именно mana shofyor tomoniga bu yerda bez ключевой dostuplari bor, sensorli. Agarda kalit cho'ntagingizda bo'lsa, oldiga kelsangiz ochiladi, uzoqlashsak avtomatik tarzda yopiladi. Ichlarini bemalol ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz polni ichlari koja bilan, eko koja bilan qoplangan. Torpeda, rullari va полностью обшивкалari koja qilingan. Oldi sideniyalari va orqa sideniyalari hammasi isitish sistemasi bilan jihozlangan. Rullari ham isitish sistemasi bilan va oldi oyna, orqa oyna va bokovoy oynalari hammasi qizdiradigan spirallar bilan jihozlangan. Va qo'shimcha беспроводной zaryadkalari, keling mana ko'rsataman yaqindan. Mana bu yerda беспроводной zaryadkasi, podlogotnik tagida холодильниклari, ekonom sportda bemalol mashinamiz harakatlana oladi. Ikkita rejimi bor. Eko va sport. Buni xohlagan vaqtingizda o'zgartirishingiz mumkin. Va qo'shimcha mana podstakanchiklar uchun bemalol sizga kerak bo'lsa yopib qo'yishingiz mumkin. Pechka sistemasi полный sensor bo'ladi. 9 lik klimat kontrolda ishlaydi. Bu passajirniki. Va bu voditelniki. 9 lik klimat kontrol xohlasangiz mana konditsionerni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Passajir uchun o'zi uchun pechkani yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Bu ikki xil rejimda ishlaydi. Yoki sinxronizatsiya qilib, ikkala tomonda bir xil qilib qo'ysangiz ham ishlayveradi. Va bu mashina avtomobilimizda eng zo'ri panorama lyuki ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Полностью tomlari ochiladi va lyuklari ham kattakon bo'ladi. Bu provetritsiya qilish uchun mana полный ochiladi. Sayohatga chiqqanda bemalol ochib, tabiatdan bahramand bo'lsanglar bo'ladi. Rullarimizga keladigan bo'lsak, rullarimizda nima bor? Rullarimiz elektrousiliительный rul bo'ladi, cruise kontroli, ограничение скоростлari, обогрев rullari bo'ladi va rullarimiz bemalol tepaga, pastga o'zimizga bemalol to'liqlik bo'ladi. Bu tomonimizda datchik faralari bor. Videoda boshida aytib o'tganimdek, datchik farasini avto rejimga qo'yib qo'yamiz. Bu kunduzi yoki qorong'ilarda yoki tunnellarga kirganingizda avtomatik tarzda o'zi o'chib yoqadi. Bu avtomobilimizning hozir motor qismiga o'tamiz. Bu motorlarimizda qarang. Ochib ko'rsataman, hammaga qiziq bo'lsa kerak. Hammaga qulay bo'layotgan imенно Chery 7 Pro premium avtomobilida защита motorlari ham tagidan himoyalangan bo'ladi, ham ustidan himoyalangan bo'ladi. Bu kapotimiz tagida 1.5 turbinali 147 ta ot kuchiga ega dvigatel bilan jihozlangan. Shahar ichlarida 7 ta 8 ta rasxod qiladi. Shahardan tashqarida, ya'ni dalniy yo'llarga chiqib ketganingizda unda yana ham ozroq rasxod qiladi. 4.5 ta 5 tagacha rasxodi bo'ladi. Va yana qo'shimcha qilib o'taman, bu avtomobilimizga propan ustanovka qilsa ham bo'ladi. Propanlar bilan где-то 800-900 kilometrgacha yurishibdi.
o'zini zapaskasini o'rniga bemalol 65 talik gaz balon o'rnatsangiz bo'ladi. O'zimizni avtosalonimizga kelsangiz, shu yerda biz garantiyalar bilan 5 yil yoki 150 ming probeg garantiyalarni saqlab qolgan holatda biz sizga gaz uстановкаларni qilib beramiz. Cherry Tiggo 7 Premium avtomobilimizni faqatgina Andijondagi rasmiy dilerlardan xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz Andijon shahar, 80 metrlik ko'chada joylashgan. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing.